Tefsirim Muyesser Bakara Suresi Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey İsrail evladi! Sizler üçün dengizni yerib bergenlikimizni eslanglar. Öz vaqtida biz sizler üçün dengizden quruq yol içip bergen ve sizler şu yol bilen karşı tarafki salamet ötüp ketken edinglar. Biz sizlerni Fir'avn ve onun qo'shunidan suvda halak bo'lishdan qutqizgan edik. Fir'avn qo'shuni bilan dengizga kirgan chaqda biz ularni sizlarning ko'z oldinglarda g'arq qilib etgan edik. Sizlarga nur va hidoyat bo'lgan Tavratni nozil qilish uchun Musaga 40 kechini va'da qilganlik ne'matimizni eslanglar. O chaqda sizlar Musa'nın vaqtliq yo'qligidan foydalanib o'z qo'linglar bilan yasab olgan Mozayning haykalini ma'bud qilib oldinglar. Bu Allohga qilingan eng qabih kufrlik edi. Sizlar Mozayni ma'bud qilib olish orqali o'zinglarga zulm qilgan edinglar. Ondan biz sizlarni Allohning ne'matlariga shukr qilsin. Kufrida ve zorluq zomburluqda haddidan oshmasin deb sizlarning bu qabih qilmishinglarni afu qildik. Musa qaytib kelgandan keyin tavbanglarni qabul qildik. O'z vaqtida biz sizlarni ozg'unlikdan hidoyat topsin deb Musaga haqiqat bilan botilni ayirib beradigan nurliq kitob Tavratni nozil qilish orqali sizlarga ato qilgan ne'matimizni eslanglar. Şu ne'matimizni mu eslanglarki o'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mozayni ma'bud qilib olib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Endi sizlar Mozayga cho'qinmaganlaringlar, cho'qinganlarni o'ltirish orqali yaratquchinglar bo'lgan Allohga tavba qilinglar. Mundaq qilish sizlar uchun yaratquchinglarning dargohida mangulik do'zaxda qilishdan yaxshidir" degan edi. Sizlar bu farmonni o'rindadinglar. Shuning bilan Alloh tavbanglarni qabul qildi. Chunki Alloh tavba qilgan bandalarning tavbasini bakmi qabul qilg'ichidir. Ularga nihoyat shafqatlikdir. Shunimi eslanglarki, o'z vaqtida sizlar: "Ey Musa, biz Allah'ını oshkori ko'migicha senden anglagan so'zlarning Allohning so'zlari ekanligiga hargiz ishonmaymiz" degan edinglar. Shuning bilan sizlar qarab turganda sizlarga halok qilg'uvchi azob kelib, sizlarni chaqmoq so'qdida gunohinglar va Allohga adabsizlik qilishga jur'at qilganliginglar tufaylidan halok qilib tashladi. Ondan yana sizlarni Allohning ne'matiga shukr qilsin deb sizlarni chaqmoq so'qib o'lgandan keyin tirildirdik. Bu o'dim ularga berilgan jazo bo'lib, ondan Alloh ularni ajli to'shqichi yoshitish uchun tirildirgan edi. Sizlarga ato qilgan ne'matimizni unutmanglarki, o'z vaqtida sizlar Sino cho'lida adishib yurganda qattiq issiq sababidan bulutni sizlarga soyvan qilib bergan. Sizlarga taranjibin bilan bo'doni tushirib berib, biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yenglar. Dininglarning ko'rsatmasiga xiloflik qilmanglar degan edik. Ammo sizlar bu farmonni o'rindamadinglar. Bu Yahudilar ne'matga tuzkorlik qilib, bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. Chunki ular qilmishlarining oqibatini o'zlari tortadi. Sizlarga ato qilgan ne'matimizni eslanglarki, o'z vaqtida sizlarga Baytul Muqaddas shahriga kiringlar. Uningdagi pok, shirin rizqlardan xalqininglarcha keng tashayyanglar. Uning darvosidan Allohga bo'ysunib egilgan holda kamtarlik bilan kiringlar va "Ey Rabbimiz, gunohimizni kechirgin" denglar. Shunda qilsanglar, tilakinglarni qabul qilamiz. Gunohinglarni kechiramiz va uni yo'gaymiz.
yaxshilik qilguvchilarga amallarining mukofotini oshirib beramiz degan edik. İsrail avlodi ishidagi o'ziga zulm qilguvchilar Allohning so'zini o'zgartiribdi. Uni so'zda va amalda o'zgartirib etib, Baytul Muqaddas shahriga g'adib kirdi va "Ey Rabbimiz, bizni kechirgin danglar" degan so'zni boshqa so'zga o'zgartiribdi. Ular Allohning dinini masxara qildi. Ularning haddidan oshqanligi va Allohning itoatidan chiqqanligi uchun Alloh ularga osmondan azob tushirdi. Sizlarga ato qilgan ne'matimizni eslanglarki, o'z vaqtida sizlar cho'lda qattiq usab ketganliginglar uchun payg'ambaringlar Musa bizga iltijo qilib suv tilaganda biz uningga "Hasan bilan toshni urg'in" dedik. U toshni urgandan keyin uningdan sizlardagi qabilalarning soniga barobar 12 buloq etilib chiqdi. Ular suv talishib qolmasligi uchun har kim o'ziga xos qilingan buloqni bildi. Biz ularga Alloh ato qilgan rizqdan yenglar, ishinglar, yer yuzida bozg'unchilik qilmanglar dedik. Sizlar shunimi eslanglarki, o'z vaqtida biz sizlarga lazzatlik tamoq bilan ucharliqlarning go'shtini tushirib bergan edik. Ammo sizlar noshukirlik odatinglari bo'yicha ne'matni ko'zga ilmadinglar. Shuning bilan sizlarga torchilik, qattiqchilik yuzlandi. Chunki sizlar shu chaqda payg'ambaringlarga "Ey Musa, biz kun bo'yi bir xil tamoqni yeyaverishdan zerikdik. Rabbingga duo qilgin, bizga tarxamak, samsoq, yesimoq va piyoz qatorliq zaminning ko'ktatlaridan bo'lgan taomlarni chiqarib bersin" dedinglar. Musa sizlarga qoyib, Alloh sizlarga tanlab bergan foydali taomlarni qo'yib, mushu oddiy narsalarni tilamsizlar. Undaqda sizlar bu qishloqdan chiqib, o'zinglar xohlagan bir shaharga beringlar. Sizlar tilgan narsalarni oshiyadan topsizlar, dedi. Ular shaharga kirgandan keyin o'zlarini har doim, har yerda o'zimizning tanlashini Allohning tanlashining oldiga qo'yimiz deb o'ylab qoldi. Shunga ular xorliq va ma'naviy nomrodlikka yuzlandi. Ular Allohning dinidan yuz o'rganligi uchun Allohning g'azabiga uchradi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qiladi. Payg'ambarlarni nohaq o'ldiratdi. Bu jazo ularning haddidan oshqanligi va osiyligidan bo'ldi. Mushu ummatning va Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib avatilishdan ilgirki ummatlardan Yahudiylar, Xristianlar va Sabiiylar tug'ilishdagi holati bilan qolgan va biror dinga e'tiqod qilmaydiganlarning ichidan Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan. Allah nozil qilgan shariat bo'yicha amal qilgan mu'minlar agar Allohga va oxirat kuniga samimiy iymon etsa, Allohni rozi qiladigan ravishda yaxshi amallarni qilsa, ular Allohning dargohida amallarining mukofotini to'liq ko'radi. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinish, bu dunyoda qilinmagan ishlarga qilchi nadomat bo'lmaydi. Ammo payg'ambar alayhissalom avatilgandan keyin islom dinidan boshqa hech bir din qabul qilinmaydi. Ey Isroil avlodi, shuni eslanglarki, o'z vaqtida biz sizlardan Allohga iymon keltirish, ibodatni Allohning o'ziga qilish to'g'riliq mahkam ahdi olgan edik va ustinglarga tur teg'ini tiklab turib sizlarga biz sizlarga ato qilgan kitobni ching tutinglar, uni obdan qo'g'dab amal qilinglar. Agar shunday qilmasanglar, ustinglarga tog'ni bostiramiz. Manga taqvolik qilish va azobimdan saqlanish uchun gap so'zlaringlarda va ish harakatinglarda Tavrotga amal qilinglar degan edik.
Sizlardan mahkam ahdi ilingan va ustunlarga to'rtig'ini tiklab qo'ygandan keyin sizlar burunqi yomon odatinglar bo'yicha yana bir qitim Rabbinglarga osiylik qildinglar. Uning amriga xiloflik qildinglar. Sizlarga Allohning tavbanglarni qabul qilib, gunohinglarni mag'firat qilishidan iborat katta fazli marhamati va rahim shafqati bo'lmasa edi, sizlar dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'lardinglar. Ey Yahudiylar, ajdodlaringlarning beshiga kelgan azob oqibatlarni bilasizlar. Ular dengiz bo'yidagi shahar aholisi edi. Ular Allohning shanba kunini ulug'lash, ya'ni shanba kunlikda beliq tutmaslik haqidagi amriga osiylik qilib, shanba kunlikda dengizga to'r selib qo'yish va dengiz bo'yiga kataklarni qo'lab qo'yish orqali haromga hiyla ishlatib, beliqlarni qo'lgan kichik ko'lchaklarda to'plagandan keyin yakshanba kunlikda tutatdi. Ular shunday qilgandan keyin Alloh ularga xar maymun bo'lib ketinglar degan edi. Biz bu shaharni, bu shahar aholisining beshiga kelgan azobning xabari yetgan boshqa shaharlarning aholilariga, ulardan keyin mushundaq gunohlarni qiladiganlarga ibrat bo'lsin. Solih kishilarga o'zlarining haq yo'lda ekanligini bilib, shu yo'lda mustahkam turishi uchun vaz nasihat bo'lsin deb shundoq qildik. Ey Isroil avlodi, ajdodinglarning qilmishlari, jinoyatlari haqiqatan ko'pdir. Ularning Musa alayhissalomga osiylik qilish, yo'lsizlik qilib, uning bilan talash tortish qilish qatorli qilmishlari oz emas. O'z vaqtida ular Musa alayhissalomning Alloh sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi degan amriga bo'ysunmay haqoratlik qilib, "Ey Musa, sen bizni masxir qilyapsan" deganda, Musa alayhissalom ularga radiya berib, "Men kishilarni masxir qilguvchilardan bo'lib qolishdan Alloh seg'inib panoh tilayman" degan edi. Ular Musa alayhissalomga, "Ey Musa, Rabbingga iltijo qilgin. Bizga u kalaning qandoq kala ekanligini aytib bersin" dedi. Musa alayhissalom ularga javob berib, "Alloh sizlarga u kala qirmi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin" deb aytdi. "Sizlar Rabbinglarning bu farmonini darhol o'rindanglar" dedi. Ular yana Musa alayhissalom bilan tortishib, "Ey Musa, Rabbingga iltijo qilgin. Bizga u kalaning qandoq rangda ekanligini aytib bersin" dedi. Musa alayhissalom ularga, "Rabbinglar u kalaning rangi qarg'uvchilarni zo'xlandiradigan sap-sariq bo'lsin" dedi deb javob berdi. Isroil avlodi Musaga mundoq dedi: "Rabbingga iltijo qilgin. Bizga u kalaning boshqa sifatlarini aytib bersin. Chunki bundoq kalalar ko'pdir. Shunga biz qandoq kala bo'g'izlaydiganligimizni bilmay qoldik. Kalaning sifati aniq bo'lgandan keyin Alloh xolisa biz buyurilgan kalani bo'g'izlashning yo'lini cho'qim topamiz." Tafsirim muyassar. Bir guruh o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.